Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli podpisчиктар. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana sizlarga bugun qiladigan obzorimiz ketdi. Xonaga kiraylik. Eshiklar mana hali qo'yilmadi. Mana san'atasarini qaranglar. Vosh, chiroylimi? Mana qaranglar. Butun boshli Kavkaz to'qib chiqildi. Sababi o'zim aytganimdek, ko'chga tualet hammom bo'ladi. Chiroyli qilib. Buni nima qilindi? Ichi dekor plus bo'ladi. Ustki tarafi mana bu uy tarafi aboy bo'ladi. Aboydan oldin esa gips kardon bo'ladi. Tekis. Nariyoq taraflari endi taxta bo'lib qoldi. Devor taraflari sababi dekor plus bo'ladi. Chiroyli bo'lib. Xonasi chiroyli qilib dekor plus qilamiz. Inshaalloh mana bitta polka bo'ladi, polka. Chiroyli qilib mana marmar toshlardan foydalanilgan o'tishga. Va xolisi hammasi yaxshi talqinda ketyapti. Alhamdulillah. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Rozmatjon G'ayratjonovich. Sog'likda, salomatlikda ko'rishguncha.